Bugun opacham 9 oylik qizi nimali ish haqida gaplashamiz. Ertalabdan shaftoli pankek va banan yerkan. Buni opacham o'zi tayyorlamagan, qaynonasi qilib bergan. O'zi qilolmaydi bunday ishlarni. Men yashab bilaman. Hop, bolasi mazza qilib yegandan keyin kashi berishni boshlabdi. Kashi o'ta mazali chiqqan bo'lsa kerak, lekin buni ham o'zi qilmagan. Mana yoyib beryapti. Odam o'zi qilgan ovqatini har doim asrab avaylaydi. Bu bilmayman nima qilyapti. Ovqat o'tishyapti bir-biriga, mayli, qo'shig'i ham talashyapti. Hop, keyin suvchani ichib oladi, bitta mizg'ib oladi jiyanchi. Keyin tarvuz yeyishni boshlab yuboribdi. Turgandan keyin tarvuzni yeb olib, akkuratni tako idishlarga solib yeb oldi. Hop, triggerda tarvuzdan yozilgan. Bu triggerlarimiz bizda hop har xil turlari mavjud. Ismlarga qarab qilib beramiz va bu yosh bolaga ilk mahsulotlarni yeyishga yordam beradi. Hop, to'g'ri trigger reklama qilmasdan 5 mingdan bergan uchun reklama qilyapman. Hop, bu yerda bolajonimizga ovqatlab bergan va o'ta yaxshi trigger. Plus anaqasi ham bor, markeri.